Bakteriyafaglar. Bakteriyafaglar uning bosh qismini kapsid, ya'ni himoya qilib turuvchi qobiq va nukleotidlar DNK yoki RNK tashkil qiladi. Bu ikkalasi yig'indisi uning boshini tashkil qiladi. Undan keyingi qism, ya'ni rasmda tasvirlangan uzun qism uning bo'yin qismidir. Keyingi pastki qismi bazalniy plastinka, shiplar va vibrillalar hisoblanadi. Bakteriyafaglar bakteriyalarda uchraydigan viruslardir. Uning turlari virion yoki vegetativ turlari uchraydi. O'lchamlari esa 20 dan 800 nanometrgacha, boshi 100 nanometrgacha va bo'yin 250 nanometrgacha bo'ladi. U sintez qiluvchi qismlarga va immunitet qismlariga ta'sir ko'rsatadi. O'zida DNK genomini saqlashi mumkin. Uning sistematikasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'zida DNKni saqlovchi bakteriyafaglar o'ng tarafda ko'rsatilgan. Chap tarafda esa o'zida RNK saqlovchi bakteriyafaglar ko'rsatilgan. Morfologik turlari esa sistemada ko'rsatilgandek, uning turli xilda morfologik turlari mavjud. Bakteriyafaglar bu bakteriyaga ta'sir ko'rsatib, bakteriyani hayotiy funksiyalarini yo'q qiluvchi va bakteriyani nobud qiluvchi viruslar hisoblanadi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tib ketamiz. Bakteriyafaglar bakteriyaga turli xil uslublarda kirishi mumkin. Uning tashqi qobig'i bilan ham turlarga bo'linadi. Slaydda ko'rsatilgan turlari bu o'ng tarafda va chap tarafda turli xildagi turlari ko'rsatilgan. Bakteriyafaglar bakteriyani butunligicha nobud qiladi. Ya'ni ichiga irsiy axborotni kirgizdirgandan keyin ichki qismida ko'payadi. Bu esa bakteriyafagning ko'payish sikli. Bakteriyafaglar, ya'ni ta'sir ko'rsatishiga qarab ham bu ketma-ketligi, ta'sir ko'rsatish ketma-ketligi. Ya'ni ko'rib turganingizdek bakteriyani ichiga kiryapti. Undan keyin bakteriyaning hayotiy funksiyalariga ta'sir ko'rsatyapti va undan keyin ko'payib bakteriyani ichidan chiqib ketyapti. Bu absorpsiya, ya'ni bakteriyani ichiga bu ketma-ketligi, ya'ni bakteriyaning ketma-ketligi. Keyin aytyapti bu yerda uning ichki qismiga, ya'ni qobig'ini ichki qismiga DNK yoki RNK kirgiztirib yuborgandan keyin shu bakteriyani ichida ko'payib ketishi haqida bir qancha tushunchalar berib o'tyapti. Ya'ni oxirgi qismda ko'payib bo'lgandan keyin, ya'ni 6-qismda bakteriyani ichidan virionlar chiqib ketadi, deyapti. Bu proses, ya'ni bu ketma-ketlik shu bakteriyaning nobud bo'lishiga olib keladigan ketma-ketlik hisoblanadi. Absorpsiya, ya'ni virusoreseptiv bakteriya. Bu qismda ham bakteriyani ichiga ta'sir ko'rsatish ketma-ketligi tushuntirib berilgan. Bakteriyani ichiga birinchi navbatda uning pastki qismi kiradi. Undan keyin portlash yo'li bilan u o'zining DNK yoki RNKsini bakteriya ichiga kirgizdiradi. Ichkariga kirgan DNK yoki RNK bir qancha bakteriyafaglarni hosil qiladi. Bakteriyafaglar bakteriya ichida ko'paygandan keyin shu bakteriyani yorib tashqi muhitga chiqib ketadi. Profag bu ko'rsatib yozib o'tyapti, ya'ni nukleotid bakteriyadagi nukleotidlar hisoblanadi. Undan keyin lizogeniya kultura, bu bakteriyaning ichida ko'paygan
profaglar, ya'ni faglar hisoblanadi. U bakteriyani ichida ko'payib, keyin butkul ko'payib bo'lib yetilgandan keyin bakteriyani ichidan chiqib ketadigan kultura hisoblanadi. Agarda bakteriyalar, ya'ni bakteriyaning ichidagi bakteriyafaglar DNKli bakteriyafaglar hisoblansa, uni sikli qolgan bakteriyafaglarnikiga nisbatan biroz ozroq farq qilishi mumkin. Ya'ni uning boshlanish qismidagi siklda biroz bir farqlar bo'lishi mumkin. Keyin bakteriyafagga qarshi antibiotiklar ham bor, ya'ni terapiyada unga qarshi kurashish uchun bir qancha antibiotiklar ham ishlab chiqarilgan. Ya'ni rasmda ko'rsatilgandek bakteriyafag bu antibiotiklari unga qarshi antibiotik hisoblanadi. Genli injeneriyada, ya'ni genetik injeneriyada uni DNK ko'chirib o'tkazishda bir qancha foydali jihatlari ham mavjud. Undan tashqari, sanoatda ham bir qancha maqsadlarda undan foydalaniladi. Ya'ni go'shtlarni qayta ishlash va shu yo'llarda undan foydalaniladi. Va undan tashqari ham bakteriyafaglardan turli xil maqsadlarda, ya'ni o'z ehtiyojlarimiz uchun ham foydalanishimiz mumkin. Himoya qilish maqsadida, ya'ni toksinlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak deb ta'kidlab o'tyapti videoda. Agarda fag shu ichki qismga kirib qoladigan bo'lsa, dori-darmonlardan foydalanishimiz kerakligini ta'kidlab o'tyapti. Undan tashqari, bakteriyafaglar shu asosan bakteriyalarda ta'sir ko'rsatadigan virus hisoblanadi. U asosan tashqi qismi, kapsid qismini ichkariga kirgizdirmaydi, faqatgina DNK yoki RNK qismini ichkariga kirgizdiradigan virus hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.